Dasturimiz davom etadi. Ko'plab insonlarning yuziga tabassum ulashgan Mittivay nomi bilan tanilgan bloger Farhod Mannopov 27 yoshida vafot etdi. Ma'lumot o'rnida Farhod Mannopovning Instagram sahifasida 1.1 million obunachisi bo'lgan. Uning vafoti tabiiyki ko'plab muhokamalarga ham sabab bo'ldi. Huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan hozirda xizmat tekshiruvi olib borilmoqda. Muxbirimiz ushbu qayg'uli voqea yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Hozir shu haqda. Bilasizmi, kuldirishni bilgan inson yig'latishni ham bilishi kerak. Yutishni bilgan yutqazishni, gapirishni bilgan eshitishni, Allohdan olgan esa unga berishni ham bilishi kerak menimcha. Qayg'uli va quvonchli kunlari. O'g'lini ham ota ham ona bo'lib yolg'iz voyaga yetkazgan onasiga bo'lgan mehr muhabbati, do'stlari bilan munosabati, ularning barchasi uning tarmog'idagi sahifasidan o'rin olgan edi. Oilasiga menimcha uni munosabatini ko'rib biz ham hammamiz o'zimiz erkaklarni ibrat olsak bo'ladigan darajada. O'sha o'tirishli bo'lib qolsa ham hammadan oxirgi turib ketardi. Onam uyda yolg'izlar, baribir oila birinchi o'ringa qo'yib yurgan, e'zozlab yurgan bola bo'lgan. Xullas, jarohat sabab u poytaxtimizdagi xususiy klinikalardan biriga rinoplastik jarrohlik amaliyoti uchun borgan. Bu u qadar jiddiy operatsiya emasdek edi go'yo. Ushbu holat operatsiyadan 20 daqiqa oldin muallif tomonidan tasvirga olingan so'nggi video edi. Xullas, o'rtoqlar mana burnim mana. Bo'ladigan holat xudo xolisa endi. Shu o'zi перегородкам oldin qiyshiq kelaman deb yurgan edim, Alloh shuni xohlagan ekan shunaqa. Keyin esa 36 soatlik koma va yakun. Farhod haqidagi bu noxush xabarni eshitib muzlab qoldim dedi yana bir bloger shifokor Ozod Shukrulloyev. Ertalab telefon qilib shunaqa holat bo'libdi, rostmi deganda shokda. Birinchi bo'lib odamni o'ylaydigan narsasi nimaga? Anesteziologlar ustozlar bilan maslahatlashib, zlokачественный gipertermiya, tana haroratini ko'tarilib ketib qolish holati bo'lishi mumkin, Ozod. 30 mingta holatdan bittada uchraydi. Shunaqa. O'sha narkoz dori vositalariga allergik reaksiya. Mushaklarni yemirilish mahsulotlari buyrakni atkaz qildiradi. Ionlarni chiqishi natijasida yurak to'xtaydi. Shunaqa holat bo'lishi mumkin dedi. Keyin ekspertizadan oldin tanishlar tana harorati ko'tarilib ketgan degani gapi esimga tushdi. Hozirda holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Farhod Mannopovning vafoti yuzasidan 2023-yilning 5-mart kuni Jinoyat kodeksining 116-moddasi tegishli moddalarni jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur tergov harakati yuzasidan hozirda Sog'liqni saqlash vazirligi hamda sudga oid tibbiy ekspertizasiga tayinlash qaror qabul qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligiga shifokorlarning harakati yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Jinoyat ishi yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Uning o'limiga nima sabab bo'ldi? Me'yoridan oshirilgan narkoz yoki tibbiyot xodimlari tomonidan operatsiya vaqtidagi biror bir noto'g'ri harakat. Buni vaqt ko'rsatadi. Biz ham o'z o'rnida marhumning oila a'zolariga o'z hamdardligimizni bildirib qolamiz. Bu dunyoni tark etganimizdan keyin u yoqda nima bo'lishini tasvirlab bera olmayman, lekin yaxshi inson bo'lsak, yaxshi amallar qilsak, oxirida yomon bo'lmasligi va'da qilingan. Shuning uchun xulosa o'zinglarni ehtiyot qiling.